يا خاطب الحور الحسان وطالبا Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni davrlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshligida to'ylarni belgilash, qizlarni ulashtirish, kuyovlarni nikohlash vazifasi mana shularni qo'lda bo'lgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini qizlari Fatima roziyallohu anhoni o'zi boshligida ulashtirgan ekan. Ali roziyallohu anhu endi Rasulullohning qizi ishi Rasulullohning qo'lida emas, ayoliga borishimiz kerak, xotinlarning roziligini olishimiz kerak birinchi deb ayolning oldiga bormagan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga borib o'zi so'ragan ekan. Ali roziyallohu anhu oynasini jo'natmagan ekan. Ishlar erkaklarning qo'lida bo'lgan ekan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qizi Hafsa roziyallohu anhoga o'zi sahobalarning ichida juft halol izlagan. Alloh taolo Qur'onda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dedi. Rijollar, haqiqiy erkaklar oilasini ustida o'zini vazifasini bilib shuni ado qiladiganlar bular rijollar dedi. Lekin ming afsus, bizi davrlarga kelib oxir zamonning alomatlari shu bo'ldiki, asli erkaklarning qo'lida bo'lishligi kerak bo'lgan ishlar ayollarning qo'liga tamoman o'tib ketdi. Va umurukum ila nisaikum, va sizlarning ishinglar asli sizlar qilishinglar kerak bo'lgan vazifalar sizlardagi bo'lgan ishlar agar ayollarning qo'liga o'tib ketadigan bo'lsa, shu vaqtda bilib qo'yinglar, yerni osti sizlar uchun ustidan ko'ra afzal bo'lib qoladi dedi. Alloh taolo ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, demak hamma rijol bu erkak kishi bo'lar ekan. Lekin hamma erkak kishi bir rijol bo'la olmas ekan. Alloh taolo jannatga kiradiganingiz, qiyomat kunida jannatga haqli bo'lgan varisingiz bir rijolingiz dedi. Mana shunday qiyomatga yaqin shunday fitnalar avj olib turgan vaqtda, ishlar o'zini egasi emas, boshqalarga topshirilgan vaqtida mo'min uchun yerni ustida yurishdan ko'ra yerni ostida turishlik unga afzal bo'lib qoladi. Unga rohat bo'ladigan holat mana shu bo'lib qoladi dedi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, fitna shunday avjiga chiqib turgan vaqtida o'zi aslida Alloh taolodan o'lim duo qilib so'rashlik bu mumkin emas mo'min uchun. Fitnalar avjiga chiqib turgan vaqtida mo'min uchun Alloh taolodan o'lim duo qilib so'rashlik joiz bo'lib qoladi dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaysi bir odam dedi, musulmon bo'lib turib, qaysi bir inson musulmon bo'lib turib agar shu dinda turib yomon bo'lgan amalni boshlab bersa, shu yomon bo'lgan amalni boshlab bergan insonni shu gunohi va undan keyingi unga ergashgan odamlarning gunohi ham qiyomat kunida uni yelkasiga bo'ladi dedi. Isrofgarchilik bu mol dunyoni boshqa joyga sarflash. O'zini o'rni emas boshqa joyga sarflash bu isrofgarchilik bo'lib hisoblanadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollarining ichida eng katta to'y qilib olgan ayoli bu Zaynab roziyallohu anha bo'lgan ekan. Bitta qo'yni so'ygan bo'ldi, boshqa narsa qilmagan. Bitta qo'yni so'yib, shu qo'yni miskin faqirlarga tarqatib bergan ekan. Mana shu to'y eng katta qilgan to'yi bo'lib hisoblanar ekan. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam dunyo ishlarida ikkita narsa ixtiyor qilib berilsa, eng yengilini qilgan. Biz eng og'irini tanlayapmiz. Oxirat ishida ham eng og'irini tanlaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirat ishida eng og'irini tanladi. Eng yengilini dunyo ishida tanladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda la taqumus sa'atu illa ala shirarin nas. Odamlar insonlarning eng yomoni bo'lmagunga doğru Alloh taolo bularga qiyomat qoyim qilmaydi. Ya'ni qiyomat qoyim faqatgina odamlarning eng yomon bo'lgan toifalariga Alloh taolo ularni boshiga olib keladi dedi. Bular man la ya'rifu ma'rufan, bular bironta bir ma'rufni bilmaydigan, va la yunkiru munkaran, bular munkarni ham, yomonlikni ham ko'rib turib qaytarmaydigan odamlarga aylanadi qiyomatga yaqingi insonlar. Va bularning ichidagi eng katta fosh bo'lgan narsa shu bo'ladiki,
yatahajaruna kama tatahajarul hamr. Bular zinolar, erkak ayolga aralashish degan narsalar oddiy va ochiq bo'lib qoladi. Hattoki nikohdan oldin o'g'il va qiz birinchi zino qilib turib, keyin to'y qiladigan davrlar keladi dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam.